Birinchi masala. Natriy gidroksid eritmasining titri va zichligi 1:4 nisbatda bo'lsa, molyal konsentratsiyasini mol taqsim kilogramda aniqlang. Xo'p, eritmada natriy gidroksid ekan. Agar uni titri va zichligi 1:4 nisbatda bergani uchun titrini 1, zichlikni 4 deb tanlab olsam, titr konsentratsiya qanday topiladi? Titr konsentratsiya teng 1 ml eritmada erigan modda massasi. Xo'p, natriy gidroksid erigan massasini x olamiz. Yo'q, buni x bo'lmas ekan. Natriy gidroksidni ham 1 mol tanlab olar ekanmiz. Shunda massasi 40 gram bo'ladi. Agar 40 gram natriy gidroksid erigan desam, 40 taqsim umumiy hajmni x deb olsak, hajm x millilitr bo'ldi. Titr teng 1 bo'lishi kerak ekan. Endi x ni topadigan bo'lsak, x teng 40 millilitr chiqar ekan. Demak, eritmaning umumiy hajmi 40 millilitr bo'lsa, zichligi 4 bo'lsa, m' qancha bo'ladi? M' teng zichlik ko'paygan hajm. 4 ko'paygan 40 teng 160 gram. 160 gram eritmada 40 gram natriy gidroksid erigan bo'lsa, uning ichida qancha suv, ya'ni erituvchi bor? 160 dan natriy gidroksid massasi 40 ni ayrsam, 120 gram erituvchi massasiga to'g'ri kelar ekan. 120 gram. Xo'p, endi bizdan molyal konsentratsiyasi molyalni so'ragan. ml. Molyal konsentratsiya n taqsim m kilogramda edi. Ya'ni 1 kilogram erituvchida erigan modda miqdori. Erigan modda miqdori natriy gidroksid 1 mol tan olgandik. Hop, erituvchi massasi esa 120 gram. Uni kilogramga o'tkazib olsak 0,12 kilogram bo'lar ekan. Hop, agar 1 ni 0,12 ga bo'ladigan bo'lsak, 8,333 davriy chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob A varianti. Ikkinchi masala. Titri 200 mg taqsim santimetr kub bo'lgan eritmaning molyal konsentratsiyasini mol taqsim kilogramda hisoblang. Hop, o'rta molyal massa 100 gram taqsim mol, zichlik 1,2 gram taqsim santimetr kub. Hop, titr konsentratsiya 200 mg taqsim santimetr kub. Buni gram santimetr kubga aylantirish uchun 1000 ga bo'lsam, bu 0,2 gram taqsim santimetr kub ekan. Xo'p, erigan moddaning molyar massasi 100 gram taqsim mol ekan. Zichlik 1,2 gram taqsim santimetr kub ekan. Demak, bu narsalar misolni to'liq ishlash uchun yetmaydi. Biz erigan modda massasini n ni 1 mol tanlab olamiz. Bu tanlab olindi. Shunda molyal konsentratsiya so'roq. Xo'p, endi birinchi o'rinda titr konsentratsiyadan eritmaning umumiy zichligini topib olamiz. Xo'p, buni qanday topamiz? Eritmaning umumiy hajmini topib olamiz. Titr konsentratsiya teng m taqsim v edi. V teng m taqsim t bo'ladi. Erigan moddaning massasi bizda 100 gram, 1 mol tanlab oldim. Demak, bu 100 gram. 100 gram titr 0,2 ga bo'lsam, hop, 500 ml umumiy eritma hajmi bo'lar ekan. Endi bizda zichlik bor. Umumiy hajmdan foydalanib m' topamiz. M' teng rho ko'paygan v. Demak, 1,2 ni 500 ga ko'paytirsam 600 gram ekan umumiy eritma massasi. Umumiy eritmada 1 mol, ya'ni 100 gram modda erigan bo'lsa, erituvchining massasi qancha? M erituvchi teng 600 dan erigan moddani 100 gramini ayirib tashlasam 500 gram erituvchi ekan. 500 gram yoki 0,5 kilogram erituvchi massasi ekan. Endi molyal konsentratsiyani topamiz. S molyal erigan modda miqdori 1 ni bo'lamiz
Hop, erituvchining massasi 0,5 kilogramga. 1 ni 0,5 ga bo'lsak 2 mol taqsim kilogram degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti. 3-birinchi masala. Sof nitrat kislotaning zichligi 1,26 gram taqsim millilitr. Zichligi 1,052 gram taqsim millilitr bo'lgan nitrat kislota eritmasining molyal konsentratsiyasini hisoblang. Demak, o'zi sof nitrat kislota 1 mol nitrat kislotamiz 1 molimiz 63 gram keladi. Shuni zichligi 1,26 gram taqsim millilitr ekan. Xo'p, demak 63 gram nitrat kislota hajmi qancha keladi? 63 ni bo'lsam 1,26 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, 50 millilitrga. Endi bu eritmaga qanchadir suv qo'shilgan deb olsak, masalan A gram suv. Suvni zichligi 1 bo'lgani uchun A grami A millilitrga ham bo'laveradi. Demak, yangi eritma. M' jami 63 plus A gram bo'lib qoldi. Umumiy hajmi esa 50 plus A millilitr bo'lib qoldi. Zichligi esa 1,052. Demak, 63 plus A ni bo'lsak 50 plus A ga teng 1,052 bo'lar ekan. Xo'p, ushbu tenglamani ishlasak A teng 200 chiqar ekan. Ya'ni 200 gram suv qo'shilgan desak, demak, erituvchi suv 200 gram, ya'ni 0,2 kilogram. Eritmada 63 gram, ya'ni 1 mol nitrat kislota bor. Endi molyal konsentratsiyani topsak, 1 ni bo'lamiz 0,2 ga. 1,02 ga bo'lsak 5 mol taqsim kilogram degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C varianti. Xo'p, 4-birinchi masala. Natriy gidroksid eritmasining molyal va foiz konsentratsiyalari nisbati 1 ga 3,2 bo'lsa, eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang. Demak, molyal konsentratsiyani X deb olsam, foiz konsentratsiyamiz 3,x ekan. Xo'p, shu joyda molyal konsentratsiya bu 1 kilogram erituvchida erigan modda miqdori bo'lgani uchun suv, ya'ni erituvchi massasini 1 kilogram deb tanlab olsam, erigan modda natriy gidroksid moli qancha bo'ladi? N teng S molyal ko'paygan M erituvchi massasi. X ko'paygan 1 teng X mol bo'lar ekan. Demak, endi erigan modda massasi qancha? X moli natriy gidroksidga 40x gram bo'ladi. Endi umumiy massa M' 1000 gram suv plus 40x gram natriy gidroksid, shu 100% bo'lsa, erigan modda massasi 40x imiz 3,6x ekan. Tenglamani ishlaymiz. Hop, bu yerdagi x'lar qisqaradi. Bitta x qoldi endi. Agar x ni topadigan bo'lsak, x teng 4 taqsim 1,44 degan son chiqar ekan. Shu kasr ko'rinishda olsak, x imiz shunga teng bo'lsa, hop, mana bu yerda nisbat 3,2 edi. Mana bu yerga sal 3,2x foiz bo'lar ekan. Shunda x ni hisoblasak, hop, 6,25 chiqar ekan. Endi tenglamani hamma o'zi ishlaydi, proporsiya oddiy bu. 6,25x ekan. Foiz konsentratsiyamiz 3,2x edi. Demak, 6,25 ni 3,2 ga ko'paytirsak, 20% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D varianti.
Beshinchi savol ham shu 4-savolga o'xshaydi. Uni bemalol hamma o'zi ishlaydi. Xo'p, 6. Masala. Titr va molyar konsentratsiyalar nisbati 0,87 ga 5x bo'lgan eritmaning zichligi 1,392 gram taqsim millilitr. Foiz va molyar konsentratsiyalari farqi 9,2 bo'lsa, eritmaning molyar konsentratsiyasini mol taqsim kilogramda aniqlang. Demak, titr konsentratsiyani 0,87x deb olsam, molyar konsentratsiyasi 5x bo'lar ekan. Zichligimiz 1,392 bo'lsa, foiz va molyar konsentratsiyalarining farqi 9,2 deyapti. Demak, foiz konsentratsiyasi albatta kattaroq bo'ladi. Shu sababli 5x plus 9,2 yozamiz. Xo'p, endi shu yerda erigan moddaning miqdorini ham 1 mol tanlab olib ketsam, oxirida molyar konsentratsiyani so'rayapti. Molyar so'roq. Birinchi erigan moddaning molyar massasini topib olamiz. Buni titr ko'paygan 1000 teng molyar ko'paygan molyar massadan topamiz. Titr konsentratsiyasi 0,87x ko'paygan 1000 teng molyar konsentratsiya 5x ko'paygan molyar massa. Mana bu yerdagi x'lar qisqaradi. 1000 ni 87 ga ko'paytirsak 870 teng 5m. Molyar massa teng ekan 870 taqsim 5 ga. 870 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 174 gram taqsim mol ekan molyar massa. Demak, eritma massasi eritmada 1 mol modda erigan deb olgandik. Demak, eritmada 174 gram taqsim mol modda erib turibdi hozircha. Endi biz eritmada molyar konsentratsiyadagi x ni topishimiz kerak. Bularda x ni topish uchun biz S molyar ko'paygan molyar massa teng S foiz ko'paygan rho ko'paygan 10 formuladan foydalanamiz. Molyar konsentratsiya 5x ko'paygan 174 teng foiz konsentratsiya 5x plus 9,2 qo'shib qolamiz. Ko'paygan zichlik 1,392 ko'paygan 10. Xo'p, ushbu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, oxirida x'imiz 0,16 chiqar ekan. Tenglamani hamma o'zi ishlab qo'yadi daftariga. Demak, x'imiz 0,16 bo'lsa, molyar konsentratsiyamiz 0,16 ni 5 ga ko'paytirsak 0,8 mol taqsim litr ekan. Endi eritmaning umumiy hajmini topamiz. Eritma umumiy hajmini topish uchun hop n taqsim cm ga qo'yamiz. 1 mol modda erigan deb olgandik. 0,8 molyar konsentratsiyaga bo'lsak 1,25 litr yoki 1250 millilitr eritma. Endi eritmani m' topamiz. Shundan foydalanib m' teng rho ko'paygan v. Hop 1,392 ni ko'paytirsak 1250 ga m' 1740 gram chiqar ekan. Demak, eritmaning umumiy massasi 1740. 1740 dan erigan modda massasini ayirsak, hop erigan modda massasi 174 di. Hop 1566 gram erituvchi massasi, ya'ni 1,566 kilogram erituvchi massasi bo'lar ekan. Endi oxirida molyar konsentratsiyani topib qo'yish uchun S molyar erigan modda miqdori 1 ni bo'laman 1,566 kilogramga. 0,64 mol taqsim kilogram degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C variant. Xo'p, 8-masala. Sof nitrat kislotaning zichligi 1,4 gram taqsim millilitr, titri 1,26 gram taqsim millilitr bo'lgan eritmaning zichligini aniqlang. Xo'p, dastlab eritmada 1 mol sof nitrat kislota bor edi desak, eritmada emas, idishda aniqroq. 1 mol faqat nitrat kislota bor edi. HNO3. Uni massasi 63 gram bo'ladi. Zichligi esa 1,4 ekan.
Demak, hajmi qancha bo'lgan? Hajmi 63/1/4 teng 45 millilitr bo'lgan ekan. Keyin unga A gram erituvchi qo'shilganda yoki A millilitr erituvchi qo'shilganda, hop, bu yerda eritma hosil qilganda buni suv deb olaylik. Chunki misolimiz suvga to'g'ri keladi. A gram yoki suv uchun A millilitr ham bo'lib ketaveradi. Hop. Endi M' 63 plus A bo'lib qoldi. Erigan modda massasi nitrit kislota 63 gramgacha qoldi. Umumiy hajm esa 45 plus A bo'lib qoldi. Endi titr konsentratsiya 1.26 gram taqsim millilitr bo'lib qoldi. Demak, umumiy hajm topish uchun titr konsentratsiyani, hop, umumiy erigan modda massasini titrga bo'lamiz. Demak, 63 ta bo'lsam titr 1.26 ga umumiy hajm 50 millilitr bo'lib qoldi. Demak, dastlab 45 edi, 45 ga A'ni qo'shsak 50 bo'lib qoldi. Demak, qo'shilgan A'miz bu 5 millilitr. Hop, umumiy massa qancha bo'lib qo'ygan? 63 ga 5 gram suv qo'shilgan bo'lsa, 68 gram bo'lib qo'ygan. Endi zichlik topish uchun 68 deb bo'lamiz umumiy hajm 50 ga teng 1.36 gram taqsim millilitr ekan zichligimiz. Demak, to'g'ri javob B variant. 9-masala. Kalsiy bromid eritmasining molyal konsentratsiyasi ham molyar konsentratsiyasi ham 2 bo'lsa, eritmaning zichligini hisoblang. Hajm 1 litr deb olinsin. Demak, kalsiy bromid buni molyar massasi 200 gram taqsim mol. Demak, molyal konsentratsiyani ham 2, molyar konsentratsiyani ham 2 deb olsak, zichlik 1 ekan. Erigan modda miqdorini topasak birdan N teng S molyar ko'paygan V teng 2 ko'paygan 1 teng 2 mol erigan modda bor ekan. Oxirida eritma zichligini aniqlash kerak. Demak, 2 mol kalsiy bromid erigan. Demak, molyar massasini 2 ga ko'paytirsam, jami 400 gram kalsiy bromid erigan. Endi erigan modda miqdoridan erituvchini massasini topish uchun molyal konsentratsiyadan foydalanamiz. Erituvchi massasi teng molyal konsentratsiya ko'paygan N. Hop. Notur formula qo'yib bordik. Hop. M teng N taqsim S M L bo'ladi. Buni N taqsim. Demak, modda miqdori 2, uni molyar konsentratsiya 2 ga bo'lsak, erituvchi massasi 1 kilogram ekan. Ya'ni 1000 gram. Demak, M' qancha bo'lgan? M' 1000 qo'shilgan erigan modda massasi 400 teng 1400 gram. Eritma hajmi 1 litr, ya'ni 1000 millilitr desak, zichlik qancha? Zichlikda 1400 ni bo'lamiz 1000 millilitrga. Teng 1.4 gram taqsim millilitr degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. Hop, 11-masala. Molyal konsentratsiyasi 4 mol taqsim kilogram bo'lgan eritmaning titrini hisoblang. Erigan moddaning molyar massasi 100 gram taqsim mol, zichlik 1.4. Hop. Molyal konsentratsiyasi 4 mol taqsim kilogram. Agar men erituvchi massasini 1 kilogram deb tanlab oladigan bo'lsam, erigan modda miqdori 4 ko'paygan 1 teng 4 mol chiqadi. Shunda erigan modda molyar massasi 100 edi. Undan 4 mol erigan bo'lsa, 400 gram modda erigan. Jami M' esa 1 kilogram erituvchimiz 1000 gram. Qo'shsam 400 ni 1400 gram bo'lib qolgan. Zichlik esa 1.4 gram taqsim millilitr. Demak, umumiy hajm teng 1400 ni bo'laman zichlik 1.4 ga 1000 millilitr bo'lar ekan.
Endi titr konsentratsiyasini topish uchun erigan modda massasini umumiy hajmiga bo'laman. Erigan modda massasi 400 ni umumiy hajm 1000 400 mana 1000 ml ga bo'lsam 0,4 gram taqsim millilitr degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob A variant. Xo'p, 11-birinchi masala. Molyar konsentratsiyasi ham molyal konsentratsiyasi ham 4 ga teng bo'lgan eritmaning zichligi 1,4 gram taqsim millilitr bo'lsa, erigan moddaning molyar massasini aniqlang. Demak, molyar konsentratsiyasi ham 4, molyal konsentratsiyasi ham 4. Zichligi 1,4 gram taqsim millilitr. 1,4. Xo'p, erituvchi massasini 1 kilogram olsam, erituvchi massasi 1 kilogram tanlab oldim. Erigan modda miqdori qancha bo'ladi? S molyal ko'paygan erituvchi massasi. 4 ni ko'paytirsam 1 ga. Xo'p, teng ekan, bu 4 mol ekan. Endi shundan eritmaning umumiy hajmini topib olaman. Umumiy hajm topish uchun V teng N taqsim S molyar. N 4, molyar konsentratsiya ham 4. Demak, eritmaning umumiy hajmi 1 millilitr. 1 millilitr deyapman, 1 litr. Ya'ni 1000 millilitr. Eritmaning umumiy hajmi bor, M' topaman. M' teng ro ko'paygan V. 1,4 ni ko'paytirsam 1000 ga 1400 gram ekan M''imiz. Erituvchi massasi 1 kilogram edi. Umumiy eritma 1400 ekan. Bundan erituvchini 1000 gramni ayirib taslasam 1 kilogram 1000 gram bo'ladi. 400 gram erigan modda ekan. Erigan modda miqdorimiz 4 mol edi. Millilitr yozilgan ekan, bu yerga mol bo'lishi kerak edi. Demak, 4 mol bo'lsa, 400 gramimiz, 1 molimiz qancha? 100 gram degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C variant.